Musiqa va san'at insonni ezgulikka, yaxshilikka chorlaydigan asosiy bir tuyg'ulardan, omillardan biri. Albatta, bugun mana shunday yoshlarni, iste'dodlarni kamolga yetkazadigan, tarbiyalaydigan maskanda biz suhbatlashib turibmiz. Samarqand viloyatidagi 11-son musiqa va san'at maktabi direktorining o'rinbosari Luiza Normatova bilan maktab hayotiga oid bu yerda amalga oshirilayotgan iste'dodlarni tarbiyalash sohasida olib borilayotgan ishlar ustida suhbatlashamiz. Marhamat. Rahmat, xush kelibsiz, avvalambor. Bizning Samarqand viloyati Madaniyat boshqarmasi tasarrufidagi Pastdarg'om tumani 11-son bolalar musiqa va san'at maktabi 2012 yilda yangi binoda o'z faoliyatini boshlagan. Necha yillardan buyon eski binoda faoliyat yuritib, bu yerda ham juda yaxshi sozanda, kompozitorlar, xonandalarni chiqarganligiga qaramasdan yangi binoda yana faoliyatlarini boshlab, hozirgi kunda bugun ayni damda 254 nafar o'quvchiga o'z musiqa va san'at sirlarini o'rgatib kelmoqda. 2025-2026 o'quv yilida 254 nafar bilan o'quvchilar bilan o'z ish faoliyatimizni boshladik. Bu o'quvchilarga 48 nafar oliy ma'lumotli o'qituvchi va jo'rnavozlar ta'lim berib kelishadi. Bugungi kunda shu bolalar musiqa va san'at maktabi nizomiga, o'quv dasturiga asosan o'quv faoliyatlari, dars jarayonlari olib boriladi va 11 xil yo'nalishda bugun biz o'quvchilarga aynan musiqa va san'at sirlarini o'rgatib kelmoqdamiz. Bu yo'nalishlarimizdan an'anaviy xonandalik, fortepiano, estrada xonandaligi, an'anaviy sozandalik, xoreografiya, san'at turlarimizdan tasviriy san'at, amaliy san'at va raqs to'garaklarimiz faoliyatlarini keng qamrovli olib borib kelishmoqda. Maktabimizga keladigan bo'lsam, juda ham ko'p yutuqlarga egamiz. Tumanda, nafaqat viloyatda, hattoki respublika miqyosida o'tkaziladigan turli xil tadbirlar, ko'rik-tanlovlar, festivallarda doimo iqtidorli o'quvchilarimiz faol ishtirok etib, qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Sizga oxirgi 2 yilni aytadigan bo'lsam, juda ham ko'p respublika miqyosida o'tkazilgan tadbirlardan san'at sehri, marhamat talantlar, san'atim faxrim, ohanglar jilosi va mohir fortepianochi ko'rik tanlovlarda juda ham ko'p o'quvchilarimiz o'zlarini iqtidorlarini namoyish qilishdi va bir qancha o'quvchilarimiz 1-chi, 2-chi, 3-chi, hattoki Grand Prix sohiblari ham bo'lishdi. Maktabimizda yakka tartibda va guruhli tartibda darslar olib boriladi. Guruhli tartibda asosan musiqa yo'nalishida orkestr, ansambl sinflarimiz, darslarimiz ham mavjud. Eng ko'zga ko'rinarli guruhli darslarimizdan biri bu hozirgi kunda orkestr va xor sinfi darslarimiz. O'quvchilar juda ham qiziqib kelishadi, darslar maromda o'tiradi, shu oliy toifali, oliy ma'lumotli o'qituvchi va jo'rnavozlar tomonidan ishlanadi. Yakka tartibda o'tiladigan darslarimiz ham juda ham yaxshi tarzda tashkil qilingan. Bolaning, o'quvchining vaqtiga qarab, ertangi maktabga borsa, ertalab bizga kelib bemalol dars olish mumkin bo'ladi. Yakka tartibda 45 daqiqa davomida bitta o'quvchi uchun o'qituvchi va jo'rnavoz faoliyat olib borishadi. Guruhli darslarimizga asosan xoreografiya yo'nalishimiz, tasviriy san'at va amaliy san'at yo'nalishlarimiz keladi. Ular guruhli tarzda ish faoliyatini, dars jarayonlarini olib borishadi. Shu guruhda 6 nafardan 9 nafargacha bo'lgan o'quvchilar san'at sirlarini o'rganishadi. Rahmat. O'tating. Repressiya bu takrorlash belgisi va repressiya belgisining ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Asarning takrorlovchi joyida aynan mana shunday belgi qo'yiladi. Buni hozirgi daftarimizga yozib olamizda va mana buning ko'rinishini lineyka bilan yozladik. Yozligimi nima?
aytib turaymi?